Bayramı tadbiri ötkөрülüp жатат. Mına bugün bizde mektepte ушундай tadbir. Bugünkü Özbekistan Respublikasının müstakilliğinin 31 yıldığı Bilimler Günü birinci Qoңгуроо tadbirini açık dep jarıyalayman. Bardığınızlarda bugünkü bayram menen kutlukdayman. Mana bugün birinci klas okuçular için prezident sovg'alari kelgan. Hazır sözdü tutuğu için yana prezident sovg'alarini topshirish için mektebimizin direktori Berdiyor O'rolovga beramiz sözdü. Assalamu alaikum. Hurmatli ustozlar, ota-onalar, o'quvchilar. Mana bu yilgi 22-23 o'quv yilida mana boshlash arafasida turamiz. Bizning bugun O'zbekistonimizning har bir maktabida 1-sentabr kuni jarayonlanib o'tib soat 8dan ochilib жатат. Mana men sizlar shunday bayram bilan chin yurakdan qutlayman. Bu yilgi yilimiz O'zbekistonimizning 31 yildigi ham sizlar bilan bayramni chin yurakdan qutlab, mana bugün bizim mektebimizin açılışını açık deb jarıyalayman. Yoldaş o'quvchilar, mana bugungi bayramdan foydalanib, bu yilgi 21-22 o'quv yilida o'quvchilarimizning bitiruvchilari hozirgi vaqtda 40% maktabda o'quvchilar oliy o'quv yurtlariga kirdi. Bu ham O'zbekistonga kirdi. Yana iki o'quvchimiz Qirg'izistonga dokument topshirgan, ular da kirib qolsa, agar maktabimiz bu yil ko'rsatkichi 60% bo'ladi. Bu degani Zamin rayonida number 1 o'rinda olamiz bizim maktabimiz. Mana bu sizlarning jutuğunlar, yine chin yurakdan ustozlar sizlarni tabriklayman. Hurmatli o'quvchilar, mana bir necha yildan beri mana shu prezident sovg'asi bilan prezident tomonidan o'quvchilarga 14 ta o'quv qurollari, papkalar bilan davlat mana shu narsalarni o'quvchilar olib, shularni aqtab, bizning maktabimizning o'quvchilari har yili 40%, 50%, 60%, 80% institutga kirib ketamiz. Mana bu degan so'z bizning maktabimizning jutug'i, prezidentga bo'lgan bizning ko'rsatgan bilimimiz bilan o'zimiz davlatimizga qo'shgan
ұқсауыз деп білемін. Мен мана шу ұстаздан пайдаланып, биылғы жаңа оқу жылыңыздармен ченжі тоқтықтап, қазір президент сауғаларын берішті өз баштайбыз. Ата-енелермен біргелікті. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun yangi o'quv yilining boshlanishi. Albatta mana shu yangi o'quv yilida mana o'quvchilarimiz yangi bir meni kelib o'tiradi. Bardingizlar mana shu yangi o'quv yili bilan qutlaqlaymiz. Ota-onalar sizlar mana birinchi klasslarda qilib kelib birinchi alg'ashqi maktab o'qishini o'qib yotgan ekan. Albatta har bir O'zbekiston maktabida bugun eng quvonchli kun. Sebab birinchi klasslarda qayercha. Sebab prezidentimizning atayin biligi qatorida mana shu prezident sovg'asi kelgan. Hozir mana shu ruxsatingizlar bilan prezident sovg'asini topshiramiz. Birinchi prezident sovg'asining sumkasi, ikkita rezina, kley, turli qalam, kraskasi, ruchkasi, bu tuzli qog'oz, ikkita qalam, plastilin. Plastilinning oyu turkuch yasaysizlar. 16'dan depter. 6dan depteri var. Keyin album boyog'uchi var. Keyin yozuv depterleri var. Yozuv depterleri. Mana bu bardigi butun O'zbekiston bo'yicha mana shu prezident sovg'asining ichida kirgan beleklar. Qani ichiga nima qilinadi? Mana o'ting. Birinchi klass o'quvchisi Abdumanapov Aqlbek Shabnonqulov. Aqlbek keling. Qarsak chalib turamiz. Rasimga olib turing, rasimga olib turing, men videoga olaytan. Ikkinchi Abdumanap Odilbek Nazarqulov. Üçüncü Abdumanap Asilbek Şanazaroğlu. Abdülmamun'un Ramazan Zahiroğlu. Abdülhalil Babur Bakhtiyaroğlu. Bodakulov Lazizbek Nurmumatoğlu. G'aniyib Abdulaziz Abdullaoğlu. Mirzaqulova Sitara Jumboy qizi. Marhabayeva Dilnura Jengishbek qizi. Sattarova Mehmona Shuhrat qizi. Turdiyev Abduqodir Po'shmayo'li. Kaytbayev Olmazbek Ilhomoğlu. Eshonqulov Dilshod Baxtiyaroğlu. Alim Sardar Qanotoğlu kelgan ekan sumkasi. Sumkasini klashga teshishga berib qo'ydi. Bir o'quvchi. Ardımızlarga belek qutu olsun. Albatta mana shu prezidentimiz sizlarni yaxshi o'qiydi deb mana shunday beleklarni berib, mana shu kelajakda eng yaxshi O'zbekistonga xizmat qilib turgan o'g'il qizlardan bo'lib yetsin deb sizlarga belek berib o'tadi. Albatta mana shu belekni sizlar yaxshi balanglar bilan nima qilasizlar?
Ақтайсыңар. Ақтайсыңар. Мана класс жетекчиңер Абдуллагайдын айтканын кылып, мана ата-энеңер бар, азыр классыңарга кирип туруп, жыйналыш өткөзүп. Ел асқы хамаң асып алга. Асып алга. Өзү терлеп кетти го. Жақсы өтті да, қазір мына бірінші класс оқушылардың ата-енелерінен біздің мектебімізде бірнеше жыл іштеген ұстаз, оқытушымыз аз пенсияда Сайдалиев Ботағайға береміз сөзді құттықтау үшін. Assalamu alaikum ustazlar, o'quvchilar, ota-onalar. Mana bardingizlarni yangi o'quv yilingizni bayram bilan qutlaqlayman. Muallimlar sizlarga, ustozlarga ishingizlarga iyilik. Tinchlik, salomatlik bo'lsin. Shu elimizning bolalarni tarbiyalashda charchabasdan, toliqmasdan bilim beruvingizlarga men tilakdoshman. Ana birinchi klass nevramni olib keldim. Birinchi klass o'quvchilarga men shu kelajakda ota-onalarga xizmat qiladigan, elimizga xizmat qiladigan yaxshi ul qizlar bo'lib yetishishiga men tilakdoshman. Birinchi klass muallimi Abdullagay. Sizga ham uzoq umr, baxt, saodat tilaymiz, ishingizga iyiliklar tilaymiz. Bardingizlarni yangi o'quv yilingizlar bilan daha qayra bir qutlaqlayman. Rahmat Ботағай, sizga ishingizga iyilik. Daha бар qutlaqtau söyleyeyim degan talabgorlar. Ota-onalardan, o'quvchilardan yo'qmi? Yoldaş okuyucular, ata-onalar bana biz bu yılgi o'quv yılda 5 ta o'quvchi zamindagi ixtisoslashtirilgan fizika, matematika maktabiga kirgan. Bular davlat tomonidan kiyim berilib, ovqat berilib, yotoqxona bilan ta'minlanadi. Menimcha bular turdan tur shu maktabga o'tgandan keyin institutga turdan tur kiraveradi egzamsiz. Agar shu amalga oshiradiganimiz shunday bo'ladi. Sizler içinde bilgenler var, bilmegenler var. Liseye 3 okuyucumuz kirgen böyle. Düzak liseye. Şunun 8 okuyucumuz hazır başka okuyuculara gitken. Hemen şu canlıda okuyucuya varış için, keyin prezident mekteplerine kiriş için, yaxşı hareketli okusanlar hemen şu neslige erişalağız. Şu baldardan ata-onalarga men sizden için minnatdorchilik bildiraman. Ata-onalarga barib, shularni kuzatib, dokument topshirib, o'quvga kirgizgan. Bu zamanda başka mektepte yok. Bizim mektepten en çok mektep kirgen mektep bizim mektep oluptur. 44. mektep. Bana bu hem şeylerin tutunlar. Bana bundan meselerim biz mektebimiz okutuvchilarimiz bilen mektep kollektivimiz sınıflanamdı. Bunda okuvchilardan, bunda ata-onalardan. Rahmat, hammalar yaxshi o'qinglar, bu yildan keyin yana o'quvga tayyorlanib yaxshi yurginglar. Hurmatli o'quvchilar, mana жаңы o'quv yilining boshlab oldik. Endi mektabimiz 2 smenali bo'lganligini байланыштуу qaysi klass qaysi yerda o'qishini men aytib ketaman. Birinchi klassning kabinetida o'qiydi, ingliz tili kabinetida. Ikkinchi klass, birinchi klass ketgandan keyin ikkinchi smenaga keladi. Uchinchi klass qirg'iz tili kabinetiga keladi. 4-klass ximiya kabinetiga keladi. 5-klass o'z başlangıçtan nargı biyologiya kabinetiga kiradi. 6-klass o'zi mana bu kabinetga keladi. Mana bu kabinet sal cho'ngroqda, ularning o'quvchisi ko'proq. Xo'sh, 7-klass birinchi smenada o'qigandan байланыштуу fizika xonasida o'qiydi. 8-klass biyologiya kabinetida, 9-klass ximiya kabinetida, 10-klass qirg'iz tili kabinetida, daha qaysi klassimiz? 11-klassimiz. 11-klassimiz qirg'iz tili kabinetida. 7-klass mana bu yerda o'qiydi, mana bu.
Tushunibdimi? Mana boshlang'ich xonasida. 10 kimyo kabinetida. 9 biologiya kabinetida. Endi yetakchilardan olib qaraydigan bo'lsa, yetakchilar 1-klassga Abdulla og'ay, 2-klassga Jamlej aka, 3-klassimiz hozircha nima bo'lib turadi? 4-klassimiz Shuhrat og'ay, 5-klassimiz Almamat og'ay, 6-klass Nursulton og'ay, 7-klass Chingiz og'ay, Eshmergan og'ay. 8-klass Chingiz og'ay, 9-klass Tayir og'ay, 10-klass Daniyar og'ay, 11-klass Qo'jon og'ay. Tushunibdimi? Hozir birinchi soat aytilgan kabinetlarga kirasizlar, mustaqil dars bo'ladi. 11-klassga Berdiar og'ay kiradi, 10-klassga men kiraman, 9-klassga Elmurat og'ay, 8-klassga Abdazim og'ay, 7-klassga Daniyar og'ay kiradi. Tushunibdimi? Mustaqil darslarni shu maktabdan nimalar o'tish kerak. Rahbarlar. Endi mana ota-onalarimiz kelib tur. Albatta bu yil mana ushul maktabimiz yangi sistemaga o'tib boradi. Kundalik.com degan sistemaga o'tib boradi. Butun O'zbekiston kundalik.comga o'tgan. Endi kundalik sotib olib o'tirmaysizlar, kundalik kerak emas. Ota-onalarning bardigi janogi cho'ng smartfon, telefon bilan qurollanish kerak. O'quvchingizning, balangizning shu bilimini bilen desangiz, har kuni mana shu balam qayerda yuradi ekan, qanday bo'lib, qancha bo'g'aldi ekan, ana o'shaga kirib turib baylanishib turadi. Mana internetda ishlab turadi maktab. Maktabda ham ishlab turadi, mana qishlog'imizda ham internet ishlab turadi. Albatta endi ota-onaning maslahati o'zing bolasiga nisbatan ko'rak bo'ldi. Misol uchun 30-yilga var O'zbekiston butun O'zbekiston raqamlashtirish sistemasiga o'tadi. Qog'oz degan narsa bo'lmaydi. Bardigi informatika shu texnologiya bo'ladi. Hozirdan boshlab boradi. Mana 22-o'quv yildan bu boshlab etaplar. Mana shu 30-yilgacha butun O'zbekistonda bardiq tarmoqlar mana shu raqamli sistemaga o'tadi. O'shandaqdan hurmatli ota-onalar, o'zingizlar mana shu smartfon, telefon bilan qurollanasizlar. Albatta, bolangizning bilimini har doim mana shu muğamlar tarafından qo'yilgan bağlarda kuzatib borasizlar. Endi janob bolam qo'yib olib ketdi, bugun javob so'rab, onday narsa bo'lmaydi. Qo'lingiz bu, o'zingiz bag'ing, bolangiz maktabga kelsin. Keladi degan bola bu bir kun o'rib qasag'ina bir nimasi bor ekan. 2 kun o'rsa, 3-kuni spravka bilan kelish kerak. Tushunibsizmi? O'shuning uchun har bir o'quvchining, har bir ota-onaning maktab oldidagi, jana mamlakatimiz oldidagi nimasi ko'paydi-da. Muğamlarımızdan bu shunday. Ishtaravi bor. 47-chi qaror. Ishtaravi bor. Qaysi klasslar hozir ketish kerak, qaysi klasslar boshlaydi? 7-klassdan 11-klassgacha qiladi, 1-klass qiladi, qolganlar klasslar сөйлештіріп javob beradi. Расписаниесini жаздырып oladi. Расписаниесі chiqqan yo'q, faqat kompyuterda bor. Albatta 1:15 saboq boshlanadi. Ertalab kelib turgan o'quvchilar 8da saboq boshlanadi. 8dan keyin ham mana patır kelavermanglar. 7:30ga 15 dakika 8da mana shu yerda bo'lish kerak. Muğamlar ham, o'quvchilar ham. Tushunibsizmi? Hozir maktab mana shu nimalarga maktab formasi talab qilingan yo'q. Bu 2023-yilga sheyin so'zilib boradi. Yana formam yo'q ekan, keladi deb degan narsa bo'lib yurmasin. So'rovlar bormi? Bo'lmasa 1-klassimizda kiritamiz. To'xta, qatori bilan keldi. Shoshma, qayta joyingga qaytlaring. Yes. Katta klass bolalari. Orqasidan yuraman. 9. Ay arkanızdan çocuğu diyor gidiyor. Ana. Ateni ver.
Sesli bir nesiniz olsa gerek.